Hozir dadam meni eshityaptilar. Assalomu alaykum dadajon, charchamayapsizmi? Dadajon, uyingiz juda huvillab qolgan. Uyg'onsam ishga ketgansiz deb o'ylayman. Dadajon, sizni juda sog'indim. Maktabda hammasi yaxshi. Baholarim 5. Men a'lochilar ro'yxatidaman. Dadajon, hali ham nega uyga qaytmayapsiz? Balki ishlaringiz ko'pdir, lekin sizga bir gapni aytmoqchiman. Bizga ko'p pullaringiz kerak emas. Yonimizda bo'lsangiz bo'ldi, dadajon. Men siz bilan birga nonushta qilishni, maktabga birga borishni juda ham sog'indim. Agar hozir meni eshitayotgan bo'lsangiz, bitta jilmaying, men his qilaman. Dadajon, iltimos tezroq uyga qayting. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Xayr dadajon, meni eshitdingiz deb o'ylayman.